Davom etamiz. Toshkent shahrida Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo va kuzatuvchi davlatlar kosmik agentliklari hamda vakolatli idoralari rahbarlarining navbatdagi 5-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuv Space Technology Conference 2026 xalqaro anjumani doirasida tashkil etilib, kosmik texnologiyalar sohasida ko'p tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratildi. Murojon Ahadov reportaji shu haqda. Ushbu maket 2027-yilda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar tomonidan uchiriladigan sun'iy yo'ldoshning prototipi hisoblanadi. Bugun esa Toshkent shahrida ushbu tashkilotga a'zo mamlakatlarning kosmik agentligi rahbarlari o'rtasida aynan mana shu sun'iy yo'ldoshni uchirish va boshqa bir qator hamkorliklarni muhokama qilish yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Bugun kosmik texnologiyalar shunchaki ilmiy izlanish emas, u iqtisodiyot, xavfsizlik va texnologik mustaqillikning muhim omiliga aylangan. Jahon bozorida sun'iy yo'ldosh xizmatlari ulushi tobora ortib borar ekan, bu jarayonda faol ishtirok etish har qanday davlat uchun ustuvor vazifaga aylanmoqda. Yig'ilishning markaziy mavzusi tashkilotga a'zo mamlakatlarning qo'shma sun'iy yo'ldoshni yaratish va uni yaqin yillarda orbitaga chiqarish tashabbusi bo'ldi. Bu g'oya ilk qarashda oddiy hamkorlikdek tuyulishi mumkin, ammo uning ortida ancha chuqur strategik maqsadlar yotadi. Avvalo, bu loyiha mintaqa davlatlariga o'z kosmik infratuzilmasini mustahkamlash imkonini beradi. Hozirgi kunda ko'plab davlatlar sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari uchun tashqi manbalarga tayanadi. Qo'shma platforma esa bu bog'liqlikni kamaytiradi. Ikkinchi muhim jihat esa resurslarni birlashtirish. Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va O'zbekiston so'nggi yillarda kosmik yo'nalishda turli darajadagi tajriba to'pladi. Kimdadir ishlab chiqarish salohiyati, boshqasida infratuzilma, yana boshqasida esa xizmat ko'rsatish tajribasi mavjud. Aynan shu omillarni uyg'unlashtirish loyihaning asosiy kuchiga aylanishi mumkin. Kun tartibidan o'rin olgan asosiy masalalardan biri bu albatta birgalikdagi kichik hajmdagi ilmiy texnologik sun'iy yo'ldoshni ishlab chiqish va uchirish loyihasi hisoblanadi. Bunda demak Qozog'iston tomoni mazkur sun'iy yo'ldoshni ishlab chiqmoqda. O'zbekiston tomoni esa o'z navbatida dvigatel qurilmasini mazkur sun'iy yo'ldosh uchun ishlab chiqib, unga integratsiya qilish rejalashtirilmoqda. Aniqlashtirib o'tishimiz kerak, e'lon qilingan O'zbekistonning birinchi sun'iy yo'ldoshi bu alohida loyiha, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida amalga oshirilayotgan loyiha bu alohida loyihadir. Rejalashtirilayotgan sun'iy yo'ldosh faqat ilmiy loyiha bo'lib qolmaydi. Uning amaliy ahamiyati bevosita iqtisodiyot va kundalik hayotda seziladi. Birinchidan qishloq xo'jaligi, sun'iy yo'ldosh orqali olingan ma'lumotlar ekin maydonlarini monitoring qilish, hosildorlikni prognozlash va suv resurslarini boshqarishda muhim vositaga aylanadi. Ikkinchidan ekologiya va iqlim nazorati. Markaziy Osiyo uchun dolzarb bo'lgan cho'llanish, suv tanqisligi va ekologik muammolarni kuzatishda kosmik texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. So'zimni boshlamasdan avval hozirgi zamonaviy astronomiya dunyoga kelgan tuproqlarda turganimdan juda mamnunligimni bildirmoqchiman. Tabiiyki, Turk davlatlari tashkilotining kosmik agentligi 5-bor uchrashmoqda va bizning bu birdamligimiz bora-bora o'z natijasini ko'rsata boshladi. Ulardan biri va eng kattasi sun'iy yo'ldosh loyihamiz hisoblanadi. Tashkilotga a'zo davlatlar tomonidan yaratilayotgan sun'iy yo'ldoshni kelasi, ya'ni 2027-yilda kosmosga yuborishni rejalashtirmoqdamiz. Bugungi kunda kosmik texnologiyalar sohasi global raqobat maydoniga aylangan. Yirik davlatlar bilan bir qatorda mintaqaviy ittifoqlar ham bu yo'nalishda faol harakat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan Turkiy davlatlar tashkilotining qo'shma sun'iy yo'ldosh loyihasi bu kechiktirib bo'lmaydigan qaror. Uchrashuvning Toshkentda o'tkazilgani ham ramziy, ham amaliy ahamiyatga ega. So'nggi yillarda O'zbekiston mintaqada ochiq va faol hamkorlik siyosatini yuritib, turli sohalarda xalqaro tashabbuslarni ilgari surmoqda. Kosmik sohada ham ana shu tendensiya kuzatilmoqda. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, Turkiy davlatlar kosmosda ham o'zining alohida o'rniga ega bo'ladi. Murojon Ahadov, Do'ston Yoqubjonov, Azang Zakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.